Portugaliyada 100 kilogrammli ayol tasodifan erini bosib o'ldirib qo'ydi. 13-avgust kuni Portugaliya shahridagi Bu gap bilan meni semizlamoqchimisiz? Qo'zib bitta uraman, yordamasiz. Erkak o'z uyida tasodifiy baxtsiz hodisa oqibatida halok bo'ldi. Amane xotinim bunchalar semiz sani, amane dambog'im bunchalar katta sani. Sendan qo'rqaman, ursang o'laman, ustimga tushsang mendan o'laman. Sendan qo'rqaman, ursang o'laman,